Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, Ismoiljon chorva uzining ashaddiy obunachilari. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, xudo xolasa o'zimizni xonadonimizda, Farg'ona viloyati Quva tumanida o'zimizni oddiygina jon gibrid shved mollarimiz bor. Xunajin so'raganlarga xunajin bor. Ekkibosh mana. Xohlasa pullarni yo'lida qilib, zo'r qilib, obzor qilib beramiz. Sizlardan bittadan like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa mollarimiz tanijonligi sog'lom, yeb ichishlari zo'r, xo'ra, to'ra apparat ishlaydi. Bora aytilaveradi. 3-bolasi novvoscha, suti 11 litr, 12 litr suti bor. Mana molimiz yuvosh, tanijoni sog'lom. Birimizni bolasi, uchinchisi bolasi shvedcha. Suti 16 litr, 17 litr suti bor, faqat aybi kishoda sog'iladi. Mana bolasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Bularimiz xonajinlarimiz, mana bular tug'magan. Narxlari olamizga narxi xudo xolasa yo'lida qilib 35 million so'm kami bor. Kam ko'sti kelishinadi. Bu shvetimiz 41 million so'm kami bor. Kam ko'sti kelishinadi. O'zi bo'g'ozligida baland pulga kelgan. Bu bo'zaklarimiz 19 million so'mdan kami bor. Agar bir joyga bo'ladigan bo'lsa 18,5 dan qilib beriladi. Kamlarini kelishamiz. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa obuna bo'lishni unutmanglar. Manzil yana bir qator aytaman, Farg'ona viloyati Quva tumanida.